Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Xitoyda ko'rgazma zalidan fermer akalarimiz uchun yoki fermer xo'jaligiga, bog'bonchilikka kerak bo'ladigan dori sepadigan apparatlarni showroomdamiz. Hozir bularning narxlari bo'yicha qanaqa xususiyatlari bor, hammasini aytib o'taman. Qaranglar. Endi bular orqaga toqib, kamroq bog'i bor, kamroq daraxtlari borlar uchun yoki poliz ekkanlar uchun solinadigan apparatlardan birlari. Endi bularni obzor qilganmiz va bu yoqda katta bog'i bor akalarimiz uchun o'ta mos apparatlarni topib qo'ydim. Endi bularni ma'lumotiga keladigan bo'lsak, haligacha like bosmasdan, obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizga shunaqa imkon qadar Alloh qodir qilgancha yangiliklarni sizga aytib boramiz. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, bachogini razmeri 200 litr suv yoki dori oladi. O'zini kilosini so'radim, 200 kilo ekan, jami 400 kilo bo'lar ekan. To'liq avtomatlashtirilgan, hech qanaqa qo'lda boshqarmaysiz yoki qo'lda amal qilmaysiz. Bu yoqda o'zining legrovkasi bo'ladi, qancha joyga sepishi, qancha rasxod qilishi, hammasi shu moslamalardan belgilanadi. Xo'p, motor bilan jihozlangan va bu yoqda traktorga ulab qo'ysangiz bo'ladi, bemalol tortib keta oladi. Unday og'ir narsa emas. Endi qancha metrga sepib bera oladi desangiz, 10 metr bu yoqqa, 10 metr u yoqqa o'ngga chapga qilib bemalol sepib berar ekan. Endi yana bitta savol qiynashi mumkin sizda. Agarda meni bog'im 6 metr, 4 metr shunaqa desangiz, agarda bularni hozir bu yerda 2, 4, 6 tayu, o'shani 3 ta qo'ysangiz ham bo'lar ekan, buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Agarda sizga kerak emas bo'lsa, agarda sizni 20 metr joyingiz bo'lsa, bemalol buni ikki tarafdan ham yoqib 6 ta, 12 talik joyini yoqib bemalol dorilashingiz mumkin. Bu kimlarga kerak bo'ladi desanglar, albatta o'zlari tushungandek katta bog'i bor akalarimizga o'ta mos narsa. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $1200 faqat Xitoydan olib ketsangiz. Bizda bilasizlar, ishonchli kargo logistika xizmati bor. Pastda raqamlarni qoldiraman, o'shalarga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bu narxdan $1200 dan ozgincha qo'shilib qolishi mumkin. Nimagaki logistika xizmati bor, kargo xizmati bor, chegara xizmatlar bor. O'shaning uchun narxlar o'zgarib qolishi mumkin. Endi bu apparatga keladigan bo'lsak, bu ham katta yerlari bor fermer akalarimiz uchun. Bu nima ish bajaradi deganlar uchun, xo'p, 10 metr u yoqqa, 10 metr bu yoqqa poliz ekinlarini, paxta deysizmi, sholi deysizmi, hammasini dorilab beradigan apparatlardan biri. Hamma joyi avtomatlashtirilgan. Xo'p, buni bachogiga 600 litrgacha bemalol dori solib foydalansangiz bo'ladi. Yana o'sha gap. Bu yerdan agarda kamroq tushiraman desangiz, kamroq tushadi. Ko'proq qilaman desangiz, ko'proq ham qilsangiz bo'ladi. Xo'p, yana bu yoqda traktorga bemalol ulab ketsangiz bo'ladi, hech qanaqa muammo bo'lmas ekan. Eng qiynaydigan savollardan biri, dori soldim, dori tugagandan keyin uni qo'qimlari, ya'ni oxirida qolgan rasvo suvlari mana shu yerdan chiqarib yuborilar ekan. Endi buni qancha, misol uchun 10 santimetrlik bo'lishi mumkin ekiniz yoki 15 santimetrlik yoki yarim metrlik bo'lishi mumkin. Buni pastga, balandga qilib bemalol sug'orsangiz bo'lar, sug'orsangiz emas, dorilasangiz bo'lar ekan. Qoyilmisizlar? Mana sizlarga texnologiya, mana sizlarga texnologiya. Xuddi shu moslama bilan buni ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Buni narxi $1,500. Hozirgi Xitoydamiz. Xitoydagi turgan joydagi narx. Bundan baribir narxlar o'zgaradi. Nimagaki aytib o'tganimdek, olib borish, tushirish va sizni uyingizgacha bo'lgan davrda bizni akalarimiz hisoblab aytishadi sizga telefonga aloqaga chiqqan paytingizda. Salomat bo'linglar, charchab qolmanglar. Bizda kuzatishdan davom etaveringlar.